Eshak. Bu nomni eshitganda ko'pchilikning yuziga tabassum yuguradi yoki uni kamsitish ma'nosida tushunadi. Lekin bugun sizga bu jonzotning bizga o'rnak olsa arziydigan tomonlari borligini aytib bermoqchiman. Zero bu ham Allohning maxsus hikmati bilan yaratilgan mo'jizasidir. Sabr va matonat. Eshak dunyodagi eng sabrli jonzotlardan biri. U o'z vaznidan 2 barobar og'ir yukni ham shikoyat qilmay manziliga yetkazadi. Ba'zi insonlar borki, ozgina qiyinchilikka darrov taslim bo'lishadi. Eshak esa mashaqqatda sobit turish darsidir. Ehtiyotkorlik va aqllilik. Odamlar orasida eshakday qaysarsan degan gaplar bor. Aslida bu qaysarlik emas, xavfni sezishdir. Eshak o'zi uchun xavfli deb bilgan yo'ldan hech qachon yurmaydi. Bu esa o'zini bilib bilmay xavfga o'tadigan ba'zi insonlardan ko'ra aqlliroq harakat emasmi? Hayo va kamtarlik. Eshak boshqa hayvonlar kabi kibrlanmaydi. U o'z xizmatini jimgina bajaradi. Haqiqatda bu jonzotning chidami va xizmatga tayyorligi Allohning buyuk bir mo'jizasidir. U bizga sabrni, tinimsiz mehnatni va keraksiz kibrdan uzoq bo'lishni o'rgatadi. Agarda insonda mana shu go'zal sabr va itoat bo'lmaganida edi, u o'z vazifasini bajarishda bu jonzotdan ham ojizroq bo'lib qolgan bo'lar edi. Har bir maxluqotda biz uchun bir dars bordir. Kuningiz ajoyib o'tsin. Sog', salomat bo'linglar.